Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, qadrli kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa navbatdagi zakazlarimiz tayyorlaganmiz azizlar. 12 talik lista va fasonda zakazimiz tayyor bo'lgan. Navbatdagi zakazlarimizni ham ko'rsatamiz. Birinchi o'rinda adresimizni aytib o'tsak, Andijon viloyati Oltinko'l tumanida joylashgan. Bemalol kelib, sexlarni ko'rib, zakaz bersanglar ham bo'laveradi. Optimga ham ishlasak bo'laveradi azizlar. Optim narxlarda, chiroyli narxlarda qilib beryapmiz. Xo'p. Xon taxtasini razmerini aytadigan bo'lsak 275 ga 120 ishlandi. MDF bo'lib ham azizlar, bemalol suv tegsa artib ishlatsanglar bo'laveradi. Stullarni aytib o'tadigan bo'lsak, stullari listovoy yog'ochda bo'lgan. Listovoy mana. Dinalari ham machalkalarni ham bir ko'rsanglar, qaytib ishlaydigan machalka qo'yilgan. Kaytisi va sifatini bir ko'rib baho berib qo'yasizlar azizlar. Xudo xolasa ishga gap yo'q. Xo'p, orqalarini aytadigan bo'lsak, skladga pardalilar ishlangan azizlar. Atachento materiallar bilan qoplangan. Chester spinkasi Chester holatda ishlangan. Farg'ona viloyatiga xudo xolasa tayyorlab berdik. Xuddi shu holatda endi yetkazib bersak bo'ldi azizlar. Ishlari tayyor bo'lgan. Bugun xudo xolasa yetkazib beramiz. Bugun biz xudo xolasa bugun yetkazib olib borib o'rnatamiz. Telegram kanallarda olib borib o'rnatgan rasmlarimiz olib borib o'rnatayotgan videolarimizni tashlab borilyapti azizlar. Sexdan chiqib ketayotgan videolari, kunlik ma'lumotlar berib borilyapti. Pastda Telegram kanalimiz silkasini yozib qoldirdik. Bemalol kirib ko'rsanglar bo'laveradi azizlar. Buni shu Farg'ona viloyatiga 3 million so'mga qilib berdik azizlar. Dastavkasi mutlaqo tekin, vodiy bo'ylab mutlaqo tekin. Kanalga obuna bo'lib qo'ygan azizlarimizga, mijozlarimizga xudo xolasa 3 million so'mdan yetkazib beramiz. Boshqa viloyatlarga yetkazib beriladi, dastavka puli adleniy bo'ladi azizlar. Dastavka puliga pul beriladi. Xo'p, barcha viloyatga dastavkalar bor. Pastdagi nomlarga bemalol aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Endi navbatda komplektimiz ko'rsatadigan bo'lsak, yong'oq ishlangan xurramda oyog'i gulsiz variantidan bir ish sifatini, kachestvasini ham ko'rib qo'yaverasizlar azizlar. Mana ishni bir ko'rib ko'rsanglar bo'laveradi. Xo'p, sidinalari doimgidek machalkalari plotnisi zo'ridan qaytib ishlaydigan machalkalar qo'yilyapti. Spinkasi Chester holatda pastigacha yopilgan. Ko'rayotgan bo'lsanglar, xurram stilda, xurram fasonda bo'lgan. Orqalari ham mana pastigacha pardali ishlangan, splashnoy qilingan azizlar. Mana bir ko'rib qo'yaverasizlar. Xurramni prosta oyog'i gulsiz varianti. Bu nabur baquvvat chiqyapti azizlar. Oyoqlari ham baquvvat chiqyapti. Bemalol to'yxonami, kafelarga bemalol qo'ysanglar bo'laveradi. Mana orqa kadrda ko'rinib turgan bo'lsa, to'yxona, kafelar yaponiy mashinadan qilib beryapmiz. Shundan tanlashyapti. Buni donaga hisoblaganda ham ancha arzon tushyapti. Bo'lib ham yog'ochi yong'oq, lis va boshqa narsa aralashmagan. Buni 12 talik holatda kompleksini 5 million so'mdan qilib beraman. O'zimizning kanalimizni kuzatib, obuna bo'lib borayotgan obunachilarimizga 5 million so'mdan qilib beramiz. Xon taxtasini razmeri 320 ga 120 bo'ladi-da, oyog'i xuddi shunaqangi oyoqdan bo'ladi azizlar. Sizlar uchun 5 million so'mdan chiroyli qilib berib turamiz. Yong'oq, buni aytib o'tirgandek, uning ichida bor, xudo xolasa bemalol sirasiz telefon qilib zakaz bersanglar yoki sotib olsanglar bo'laveradi. Materiallarni ham har xil rasvetkalarda qilib beraveramiz. Stulda sveti-yu, materiallari-yu qilib berilaveradi azizlar. Xo'p, navbatdagi komplektni ko'rsatadigan bo'lsak, 12 talik kapalak fasondagi komplektimiz nomi moychechak deb qo'yiladi, joziba deb qo'yiladi, plankali azizlar. Materiallar sidin spinka bir xilda keltirilgan. Orqa tomonlarini ham mana ko'rsatsam sizlarga. Bir xilda materiallarni bir xilda qilib ishlab berganmiz. Xo'p, buni aytib o'tadigan bo'lsak, azizlar, kanalimizga obuna bo'lib qo'ygan azizlarimizga 6 million so'mdan chiroyli qilib beramiz. Yong'oq yog'ochligini. Agar kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Foydali ma'lumotlar berib borilyapti azizlar. Xudo xolasa bunisi yong'oq. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Obuna bo'lgan obunachilarimizga 5 million 800 mingdan so'mdan qilib beramiz. Yong'oqni 200 ming so'mdan yana yo'l qo'yib beramiz, kitga qilib beramiz azizlar. 5 million 800 ming so'mdan qilib beraman. Xuddi shu kapalagini-yu, Cobra fasondagisini kanalga obuna bo'lib qo'yganlarga. Materiallari doimiy turetskiy material, 12 sm machalkalar qo'yilyapti. Hollari xon taxta bo'ladi azizlar. Bemalol xon taxta qilib ishlatsanglar bo'laveradi. Bu mana strish yo'g'ini ham bir yaqinlashtirib ko'rsatib qo'ysak bo'laveradi. Kachestvasi va sifatini azizlar, sifatiga, kachestvasiga gap yo'q. Xudo xolasa chiroyli ishlab berilyapti. Xon taxtasi 320 ga 120 ishlangan. Bu ham MDF bemalol artib ishlatsanglar bo'laveradi. Suv tegsa, boshqa bo'lsa, materiallar, stul materiallari ham Turkiya mo'yishli materiallar. Suv tegsa ham cho'tkalab yursanglar, shampunli suv qilib yursanglar bo'laveradi azizlar.
bemalol aloqa etsanglar bo'laveradi. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yasiz va bir dona like tugmachasini bosib qo'yasiz. Fikrlarni kommentariyada kutamiz azizlar.